Pinduoduo ilovasida tovar qidirishni top 4 usulini ko'rib chiqamiz. Birinchi usuli bu kategoriyalar orqali qidirish. Yuqorida turgan bo'limlardan birini tanlaymiz va o'zimizga keraklisini topib ustiga bosamiz. Masalan, bolalar oyoq kiyimi. Bolalar oyoq kiyimi ustiga bossak, ilova bizga turli xildagi bolalar oyoq kiyimini chiqarib beradi. Biz esa o'zimiz istagan modelni ustiga bosib tanlashimiz mumkin. Keyingi usul esa yuqorida poisk yozilgan joyga xitoychada yozib qidirish. Buning uchun переводчикka bolalar oyoq kiyimini xitoychada tarjima qilib olamiz va Pinduoduo ilovasiga kiritamiz. Kopirovat qildik va вставить qilib qidiramiz. Mana ekranda bolalar oyoq kiyimi chiqdi. Shu yerdan o'zimizga mosini tanlab olsak bo'ladi. Keyingi usul esa xitoy tilida emas, balki ingliz tilida ham yozib qidirishimiz mumkin. Buning uchun inglizchada so'zni yozamiz: baby girl shoes, ya'ni qizlar oyoq kiyimi. Mana yana ekranda qizlar oyoq kiyimi chiqdi. Bu ingliz tilida yozib qidirish usuli edi. Keyingi usulimiz esa rasm orqali qidirish. Yuqorida turgan kameracha ustiga bosamiz va mediadan o'zimizga kerakli bo'lgan rasmni tanlab, ya'ni oyoq kiyimni tanlab qidirishni bosamiz. Mana bizga o'zimiz xohlagan oyoq kiyimni turli xil do'konlarda, turlicha narxda topishimiz mumkin. Video sizlar uchun foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, podpisatsiya bo'lishni unutmang.